Yangi maslahatimizdagi bozorga kirish munosabati bilan yurishlik holatdagi setilish usullarini azroq tushuntirib o'tib ketay do'stlar. Ya'ni maslahat desanglarmi shu Al-Nuri laborat ichki markada, qo'sh markada Ispaniyadagi yaxshi ekologik muhitlarda o'sgan zaytundan arilgan materialni Ispaniyada ekib turib davlat ishida o'rab qachlab bozorga qilingan zaytun mi, ya'ni alayda tunji chiqim zaytun miyimiz. Hamda buni bozorga silishda hamda nurg'ulg'an sabablar bor do'stlar. Birisi hamda shu yaxshi bo'lgan maslahatlarni iste'molchilarga sungan bilan birga o'zimiz yaxshi taraqqiy qilish. Undan boshqa bu zaytun miyi hamda yaqinda xil yaxshi. 4-5 yil burun buning saqtlari bak chiqdi. Asosan shunga o'xshash toji chujakallar yo'q deganni ilib, unda chiqmaydi. Bak chiqib ketgan. Ama yaqinqi bir yilda to'g'riniki yaxshi to'g'ri yetaklash bilan, ba'zi bir tushunchalarni berish bilan iste'molchilar buni ko'rishni o'rgandi. Undan boshqa ba'zi bir saqtbozlarni mo'jiq tutib asosan yana yo'q emas. Yana bir maqsad bo'lsa, shu zaytun mini izchil iste'mol qilib kelayotgan mishdan bo'lgan, mishda yaxshi to'ji chujakallar yo'qni iste'mol qilsa, iste'molchilarga haqiqiy bo'lgan, sap bo'lgan mishtaq sizlar mushtig'ini olma deb dal ochtig'i chiqilgan holatdagi maslahatlarni sunish. Hamda buni bozorga salgan vaqtimizda tunji bozorga silish yuzasidan bundaq bir yurishlik faoliyatlik holatda bozorga saldik. Birinchidan zaytun miyidan bir ton setib olgan vaqtinglarda do'stlar, yeshil yemaklik o'lchamiga yetarlidigan 1 kiloluk guruch bilan 1 kiloluk un Al-Nur markasidagi so'g'at qilindi. Hamda bu mayli un olsun, guruch olsun, may olsun, hamda bizlar hammalarning turmush sifati yaxshi bo'lib ketdi. O'sha yaxshi narsaga intilgan bo'ldik, sifatli bo'lgan. Aslida bir sifatli narsani iste'mol qilsin deb bizning o'ylashib, ham shu un bilan guruchni so'g'ib qilishni o'ylashdik. Yeshil yemaklik o'lchamiga yetarlidigan. Va guruchni uyga olib olgandan keyin do'stlar bir tushuncha beraylik. Bak pokiz guruch quloqlarga olgandan keyin his qila olasizlar. Unda bak chiqish ishni hojati yo'q. Biroq tam chaqayotgandan keyin pul aytgan vaqtinglardimi, bak chiq suv quyib yotmanglar. Suvni bak chiqarib ketmaydi. Rengi olsun, ta'm olsun, pokizlik jihatdan olsun, bak yaxshi ko'rish. Quloqlarga olgandan keyin his qila olasizlar. Undan keyin bu maslahatimiz rasmiy yo'sinda mush filmni ko'rgandan keyin bozorga kirib oldi. Shu mush filmni ko'rgandan keyin shu zaytun miyimizdan setib olsanglar, shu 1 kiloluk un bilan 1 kiloluk guruchdan bahramand bo'la olasizlar do'stlar. Bular filmni ko'rishaylarmiz. 记得点赞关注哦。